Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun demak 13-iyun juma. Demak siz bilan kelishib olgandik. Kechgacha bo'lsa ham imkon qadar mana shu bugungi o'yinni tashlaymiz deb. Xudo xolasa demak bugun ro'p-rosa 101-yutuq egasini birgalikda aniqlab olamiz. Shu kungacha demak 100 ta insonni ishonchini oqlab turib, demak 100 ta maishiy texnikani o'z egalariga topshirdik. Xudo xolasa bugundan e'tiboran noodatiy demak tovarlarni sovg'a sifatida o'yinga qo'yamiz. Har xil demak u sir bo'lib qoladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa demak bugun 13-iyun juma. Hurmatli jamoadagilar, siz bilan kelishib olgandik. Imkon qadar juma kuni kechgacha bo'lsa ham shu videoni tashlaymizda. Xudo xolasa bugun ro'p-rosa 101-yutuq egasini birgalikda aniqlab olamiz. Shu kungacha demak 100 ta insonni ishonchini oqlab, 100 ta maishiy texnikani topshirdik. Xudo xolasa. Bundan tashqari qisqacha bizda Saudiya Service degan jamoani shakllantiryapmiz. Bundan maqsad Saudiyaga turist viza orqali ziyorat va sayohat qilib kelishni yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa 25-iyunda birinchi jamoamiz yo'lga chiqadi inshaalloh. Hali bu yerda demak o'yin ketyapti. Bugundan 13-iyundan 5-iyulgacha eng ko'p odam qo'shgan jamoani kengaytirish, rivojlantirish uchun o'z hissasini qo'shganlar uchun birinchi o'ringa bitta smart televizorni demak o'yinga qo'ydik. Hurmatli jamoadagilar, inshaalloh 5-iyulda biz uni albatta topshiramiz. Demak, bugungi o'yinga qaytamiz. O'yin shartlari oddiy edi. 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bitta mijoz telefon raqamini alohida mana shu qutichaga joylab boramiz. Va haftada bir marta juma kunlari baxtli raqamga, demak bitta baxtli raqamga bu kunda demak bitta o'sha sirli maishiy texnika demaymiz-da, sirli mahsulotni, tovarni xudo xolasa yetkazib beramiz. Topshiramiz. Demak, hurmatli jamoadagilar, bugungi o'yinni boshlaymiz. Hammaga omad. Bugungi jumalik o'yinimiz g'olibi. Demak, raqamlar aniq, xudo xolasa. Xo'p. 33lik 601-55-47. Shohida opa. 33lik 601-55-47 raqami. Shohida opa. Hurmatli jamoadagilar, Shohida opani bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa keyingi juma kuni mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.